Hozir Mardon Zihnadan 1 million so'm pul so'raysan. Dadamga aytib bersin. O'chira o'zingni, bilan bashara, bu yog'ini menga qo'yib ber. Hoshim pitpiliq, mitticha. Nima gap? Gapir. Dadamga 1 million so'm pul berar ekansiz. O'zi boyagina qarz oldim. Dadangdan pul olib bermagan-da, ma. Yirqimilyaptimi? Astag'firulloh. Yetib bakin. Qo'lim ishlamay qoldi. Dada, akam qo'shlardan pul yig'ibdi. Sizda o'tingizda gadoyga o'xshab. Qo'ldan kelmasa kerak buni. Ishonmasangiz kissasini ko'ring, 1 million so'm puli bor. Hoshimjon, Malol aka. Rabay dada, Kissangga necha pul bor? 1 million so'm. To'g'ri aytibsan o'g'lim. Mana. Unangni emagur, mani otimni aytib, sen qo'shnilardan pul so'raysan. O'zi yer qimillab meni yuragim tushgani yetadi o'zi. Uloq odam bo'lmading sen, odam bo'lmading. Aka, dadamga sigaret etib berar ekansiz. Mana. Yoqib bitib berar ekansiz. O'zlari yo'q bo'ladi. Qo'llar loyda yoqib keshin dedilar. Anlamabsanmi? Yo'q, mana. Yo 7 bal, yo 8 bal qimilladi, men sana allaymanmi? Ha? Qo'shimjon o'g'lingiz nasham bo'lib ketdi, qarang. Dada mana. Qanaqa bala bo'ldi, ha? Bu Dada, qattiqroq uring. mana shu operat, jo'merat, jo'ravat, men senga shunaqa tarbiya berdimmi? Sigaret.